O'zbekistonda suv resurslarini boshqarish tizimini zamonaviy raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirish boshlandi. Prezidentning joriy yil 13-oktyabrda qabul qilingan suv sohasini raqamlashtirish jarayonini yanada jadallashtirish va barqaror rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni sohada yangi bosqichni boshlab berdi. E'tiborli jihati shundaki, endilikda mazkur farmon bilan suv sohasi raqamlashtiriladi. Farmonning asosiy maqsadlari etib quyidagilar belgilandi. Jumladan, respublikada foydalanilayotgan suv resurslari hisobining to'liq yuritilishini yo'lga qo'yish, 400 dan ortiq ma'lumotlarni raqamlashtirish, 600 mingdan ortiq suv iste'molchilari, 4,3 million gektar sug'oriladigan yer maydonlari hamda sug'orish uchun foydalanilgan suv resurslari to'g'risidagi ma'lumotlarni elektron tarzda shakllantirish belgilandi. Shuningdek, suv hisobi yuritilishi jarayonida inson omilini kamaytirish, suvdan foydalanuvchilar va iqtisodiyot tarmoqlarida suv resurslaridan foydalanish bo'yicha ma'lumotlar bazasini yaratish, suv sohasini barqaror rivojlantirish, innovatsion va ilg'or texnologiyalarni keng joriy etiladi. Suv xo'jaligi sohasida raqamlashtirish jarayonini yanada jadallashtirish maqsadida Suv xo'jaligi vazirligining tuzilmasida markaziy dispetcherlik va suv balansi xizmati negizida davlat muassasasi shaklida suv xo'jaligini raqamlashtirish va monitoring markazi tashkil etiladi. Suv xo'jaligi vazirligi mutaxassislari ushbu farmonda belgilangan vazifalar va ijrosi yuzasidan amalga oshirilgan ishlar to'g'risida ma'lumot beradi. Farmon bilan bu suv hisobi axborot tizimi yuritish tizimi yo'lga qo'yildi. Farmonda suv hisobi axborot tizimida shartnomalar kelishilib, axborot tizimi orqali onlayn tuzilishi belgilandi. Xuddi shu shartnomalar axborot tizimi orqali tuziladi va iste'molchilarning barcha quyi bo'g'inda hujjatda qog'oz shaklda hujjat aylanmasi elektron shaklga o'tkazildi. Bu degani har bir qishloq xo'jaligi mahsuloti yetishtiruvchi qancha suvdan foydalanishi kerakligi va har oy yakuni bilan qancha suvdan foydalanganligi to'g'risida ma'lumotlarni onlayn olish imkoniyati yaratildi. Bu degani qog'ozlar elektron shaklda yuritiladi. Bu qog'oz shaklda hech qaysi idoraga borib, men qancha suv olganligi to'g'risida ma'lumotnoma olish yoki qancha limiti borligi to'g'risida ma'lumot olish talab qilinmaydi. Xuddi shunday suv hisobi axborot tizimida soliq organlariga integratsiya qilindi va har oy yakuni bilan tuzilgan dalolatnomalar avtomatik tarzda soliq organlariga suv solig'ini hisoblash uchun yuboriladi. Shuningdek, farmonda suv hisobi axborot tizimida dalolatnoma yuritish tizimi majburiy barcha qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchiga suvning hisobini yuritish, ya'ni dalolatnomalarni yuritish belgilangan. Agar ushbu dalolatnomalar 10 kun muddatda e'tiroz bildirilmasa, 10 kunda avtomatik kelishilgan deb hisoblanishi belgilab ketildi. Suv hisobi axborot tizimida oldinlari suv limitlari kengashlarda chiqarilgan qaror ilovasi to'g'ridan-to'g'ri suv hisobi axborot tizimiga yuklanardi. Hozir yangi tizim bo'lib, suv hisobi axborot tizimida limitlar shakllantirib, kengashga imzolash uchun yuborilish tizimi yo'lga qo'yildi. Bu degani limitni loyihasi shakllantiriladi suv hisobida va qaror elektron platformasiga integratsiya qilinib, onlayn shu iste'molchining onlayn ma'lumoti borish yo'lga qo'yildi. Bu nima beradi degan savolga, bu fermer xo'jalik yoki qaysidir qishloq xo'jaligi mahsuloti yetishtiruvchi limit belgilayotganda u tashkilot tugatilgan bo'lsa yoki yeri yo'q bo'lsa, avtomatik u farmonga qishloq xo'jaligi mahsuloti yetishtiruvchiga limit belgilash imkoniyati bo'lmaydi. Bu suv limiti shunday sharhlanadi-ku, birinchi gidrometning prognozi asosida daryoning suvlilik darajasi prognozi beriladi. Va shundan kelib chiqib, daryoning prognozidan kelib chiqib, viloyatlar kesimida Suv xo'jaligi vazirligi tomonidan qishloq xo'jaligi vazirligi bilan kelishilgan holda viloyatlar kesimida limit belgilanadi. Viloyatlar esa viloyat suv irrigatsiya tizimlari hofiza boshqarmalari esa qishloq xo'jaligi boshqarmalari bilan kelishilgan holda tumanlar kesimida limitni belgilaydi. Tumanlar iste'molchilar kesimida limitni suvdan foydalanish rejasidan kelib chiqib belgilaydi va xalq deputatlar tuman kengashlariga kiritiladi tasdiqlash uchun. So'nggi yillarda o'zingizga ma'lum 80% O'zbekistonda shakllanadigan suvning 80% qo'shni davlat hududidan oqib keladi. 91-yillarda hisobladigan bo'lsak 60-64 milliard suv foydalanilgan bo'lsa qishloq xo'jaligiga. Hozir 51-53 milliard suv foydalanilgan. Bu degani qishloq xo'jaligi mahsuloti yetishtiruvchi hajmi kamaygani yo'q, lekin suv hajmi kamayyapti. Bu
yetishmaydigan suv hajmi shu texnologiyalarni qo'llash va suv tejash texnologiyalarini qo'llash va qo'shimcha agrotexnik tadbirlarni amalga oshirish hisobiga qoplanib kelinyapti. So'nggi yillarda hukumatimiz rahbari tomonidan suv xo'jaligi sohasini raqamlashtirish ishlariga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Buning natijasi o'laroq hozirgi kunga qadar 13 mingdan ortiq suv xo'jaligi obyektlarida aynan suv resurslarini onlayn tarzda o'lchash va nazorat qilish imkonini beruvchi aqlli suv qurilma o'rnatildi. Bundan tashqari, demak 10 mingdan oshiq meliorativ kuzatuv quduqlarida yer osti suvlar sathi va ularning minerallashganini ko'rsatkichlarni monitoring yurituvchi qurilmalar, nasos stansiyalarida demak chiqarilayotgan suv sarflarini o'lchash imkonini beruvchi 1700 dan ortiq qurilma o'rnatilib, 100 ga yaqin yirik suv xo'jaligi obyektlarining boshqaruv jarayonlari to'liq avtomatlashtirildi. Bundan tashqari, Avstraliyaning Rubicon Water kompaniyasi texnologiyalari asosida Qashqadaryo viloyati Kaspi tumanidagi Mirishkor, Qamashi kanallarida demak 26 ta zamonaviy avtomatik suv zatvorlari o'rnatilib, o'sha mazkur kanallarni boshqaruv jarayonlari to'liq avtomatlashtirildi. Bizni raqamlashtirishimizning ikkinchi asosiy yo'nalishlarimizdan bittasi bu sohaga doir axborot tizimini yaratish. Hozirgi kunga kelib 10 ga yaqin axborot tizimi yaratildi va mana shu axborot tizimlarini demak ma'lumotlarni tahlil qilish, umumlashtirish, jamlash imkonini beruvchi raqamli suv xo'jaligi yagona platforma ishlab chiqildi. Sentyabr oyida Prezident administratsiya topshirig'iga binoan suv xo'jaligida vaziyatlar markazi tashkil etildi. Bunda zamonaviy texnikalar bilan jihozlangan demak vaziyatlar markazi tashkil etilib, bunda ikkita asosiy katta xonada tashkil qilingan vaziyatlar xonalari, bittasida demak suv xo'jaligi sohasiga ajratilgan yillik mablag'larning ishlatilishi monitoring qilish, ikkinchisi esa suv va energiya resurslarini nazorat qilishga mo'ljallangan xonada tashkil qilindi. Raqamlashtirish markazimizni demak hozir 7 ta asosiy vazifalarni belgilab olganmiz. Bu birinchisi demak ilg'or loyihalar va tashabbuslarni ishlab chiqish aynan suv xo'jaligi raqamlashtirish sohasida. Undan keyin xalqaro rivojlangan davlatlarda ilg'or tajribalarni sohani raqamlash jarayonlariga bevosita joriy qilish. Keyin raqamli suv xo'jaligi platformasiga demak nafaqat o'zimizning axborot tizimlarimiz, balki boshqa davlat tashkilotlarida suvga doir ma'lumotlarni ham hammasini integratsiya qilish. Keyingisi esa suv xo'jaligi vaziyatlar markazini samarali faoliyatini yo'lga qo'yish. Yana bir yo'nalishlarimizdan bittasi demak biz suv xo'jaligi obyektlariga demak raqamli qurilma o'rnatamiz. O'sha raqamli qurilmalarning texnik shartlarini ishlab chiqish. Umuman keyingi yo'nalishlarimizdan bittasi suvni boshqarish jarayonlarini to'liq avtomatlashtirish, ya'ni raqamli qurilma yordamida avtomatlashtirish. Yana bir yo'nalishlarimizdan bittasi demak suv balansini yuritish tizimini joriy qilish va davlat suv kadastrini yuritilishini avtomatlashtirish.